qo'yayotgan mashinalarimiz yengilsa aslida nechi pul turadi O'zbekistonda ofitsialniyda? Menga doim qiziq va qiziqib turaman. Aynan mana shu BMW i-Tour M50 ni ofitsialniyda $90,000 dan oshiqqa olasiz. BMWdan O'zbekistondan. O'zi bular qimmat mashina. O'zingiz qattanlar o'sha olib kelaman desangiz yengisini, misol uchun Germaniyadan, aniq 80,000 dan oshadi, 90,000 ga boradi. Chunki rostdan o'zi qimmat mashina. Bizaga Koreyadan o'sha auksionda yutilgan, yoq-yoqda kraskasi bor, qirilgan mashinalar kirgani hisobigagina arzon kelib qoladi bir-bir. Ikkiga rastamoshkasi elektromobilda qimmat bo'lmaydi, o'shani hisobiga arzonga bir-bir kelib qoladi. Endi BMW i-Tour M50 ni 8000 probeg, 2024 kraskasi top-tozasini вообще shikalat narxga bosib yuborsangiz bo'ladi. Qarang, bu M50 si eng fulli degani, ya'ni 4 ta balon tortadi, uchuv 9 sekund 0 dan 100 gacha chiqadi. Bu 544 ot kuchi. Salonlari ham ko'ryapsizmi? MCD'da. Ular haqiqiy koja, natta koja bo'ladi. Keyin ham o'rtadagi torpedkada, konsoldagi karbon detallarni ko'ryapsiz bo'ladi. Hadab displeylargacha bor. Haqiqiy sportivniy ko'rinishdagi BMW ni modeli i-Tour M50 si 8000 probeg. 24 yil top-toza. Shuni срочныйga 52,200 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. 8000 yurmaganini yengisini olaman desangiz, olib keltiraman desangiz, ofitsialniydanmi, Germaniyadanmi bilmayman, mana shu 90,000 ga tushadigan mashina aslida bu. Shuni bilib qo'yganingiz yaxshi. Shu Koreyadan bir mana shu arzonroq jigarlar olib kelib, shuni hisobiga arzonroq haydashga muvaffaq bo'lamiz. Lekin bu bilmayman, auksiondan olinganmi yo'qmi? Kraskasi top-toza ekan, 8000 yurgan, 24 ga. Bosib yuboring. Bularni Xitoy bo'lmaydi, hammasini emas, bilasiz, aytorlar.